Assalomu alaykum hammaga. Videoni tarqatib qo'yasizlar. Bunimiz belalma bo'ladi. Ana ko'ryapsizlar, ana. Bunda 1500 so'mdan buni narxi. Hozir paytda mana 15 tonnacha zakaz hozir qoplanyapti, ketyapti bu. Bu Namanganga ham qayerga ketyapti. Mana mashinamiz o'zimizga. Keyin Shibalkov ko'mirimiz. Mana holatini ko'ringlar. Hozir shunaqa bo'lyapti mana. Qopi ham zo'r, bemalol shuni bunkirga ko'tarib tashlayverasizlar. 30 kilo shuna atrofida bo'lsa kerak. Shunaqa chiqyapti o'zi. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa aloqadamiz. Nima deydi? Hozir olib qolsalar yaxshi bo'ladi deyman-da. Ertaindan nima deydi? Talpa. Hozir hamma yoqda kat yo'l muammo bo'lyapti. Ko'ryapsizlar. Aloqaga chiqaveringlar akalar, ukalar. Mana shu nomerda nima deydi? Aldanib qolmanglar. Yaxshi yomon ko'mirni olib qo'yib, qishda oilalar qiynalmasin degan maqsadda biz aytyapmiz. Bu sohada men 5 yil, 6 yildan beri ishlayapmiz. Va shu katel ko'mir sohasi boshqa ko'mirlarda 10-15 yildan o'tib ketdi. Bu yangi katellar yangi kirib kelgani uchun biz shu akalar aloqa chiqaverasizlar. Mana ko'rib turibsizlar.